Bizda Kia Bongo diskasi orqalari singan, yuz tomoni ham bo'yoq qilishgan, mana bu ham zarb yegan. Hozir ana shu ko'rinishdagi diskamizni ana shu ko'rinishga yedirishimiz kerak. Orqasini almashtirib, eshiklarni to'g'rilab, bu yog'ini stoykalab, nasibsa shuyla qilamiz. Diskachamizga shapkachani yasab oldik, boshqa diskadan kesib oldik, lekin hali ulangani yo'q bu. Endi nasibsa baquvvat qilib, sentrovat qilib ulab qo'yamiz. Har kun ana shunaqa singan diskalarni keltirishadi. Ikkita ma'lumot aytib o'tmoqchiman shu joyda. 10 yil shinamontajda ishlab, singan diskani 1 marta, 2 marta ko'rganman. Ikkinchi ma'lumot shuki, oxirgi 9 yildan beri shunaqa sakasga taxlatgan bo'lsam, har kuni shu remont qilinganlarni bittasi ham qaytib sinib kelmagan. Ish qilib, mabodo sinib qolsa, ketinglar, addushi kачественni tuzatib beramiz. Bilaman, bunaqa remontlarning videosi profilimda juda ham ko'p, lekin baribir ko'rib, videomizga bir dona like bosib qo'ysangiz, qo'shni davlatdagilar ham bizning ishimizni ko'rib, mahoratimizga tan bergan bo'lishardi. Remontimiz chiroyligidan chiqdi, aylanishi ham zo'r bo'ldi. Nasibsa cho'pga xizmat qilib beradi. Buni shirokligi 4 dyum ekan, ya'ni 10 sm 1 mm. Bularning hammasi hisobga olingan. Ana endi navbatdagi diskamiz Captiva 5 avtomobil diskasi. Buni ham orqa tomoni parcha-parcha bo'lib ketgani uchun orqa tomonni almashtirishga to'g'ri kelyapti. Sababi bu diskalarni ham donalik topish qiyin.